Akalar, teshilganmi, yamaymiz. Yirtilganmi, tikamiz. Azizlar, hamma yerda rasprodaja bor. Даже vulkanizatsiyada ham rasprodaja bor. 4 ta balonni qildirganga 5-zapaskasini besplatniy qilib beramiz. O'zim mehribonlarim, pokrishka almashtirish kerakmi, balonimizni yog'lab qo'yish kerakmi, balansirovka qilish kerakmi, ko'rib turganlaridek apparatlarimiz yangi azizlar. Akalar, hamma balansirovkasini mana bunaqa temirdan qiladi, bilasizlar. Bizda kelaverasizlar, bizda kumushdan qo'yib beramiz. Mixail Shumaxerni balonni almashtiradigan, ko'taradigan domkratlar olib qo'yganmiz. Svejiy azizlar, yangi domkratlarimiz 49 tonna ko'tarib olaveradi. Nimaki vulkanizatsiyada kerakli ishlar bo'lsa, mana biz qilib beramiz. Bu ukamiz Obligaydan o'tganingizdan keyin Boqul masjidi ro'parasida ishlagan, o'zi necha yillardan beri, juda ko'pdan beri, endi u yerlar sinovga qarshi uyga kelib ochib olibdi. Mana shu ukamiz o'zini klientlari ham bilmayotgan bo'lsa, mana shu videoda albatta bunga podelitsiya qilib yuboraylik. Ukamiz xudo xolasa qo'li gul, sizlarni ko'p kutilmaydi, shogirdlari ham bor. Bir pasda jo'natadi. Endi adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri bo'lyapti. Hamma bilgan shu Kaleniy ko'cha, Paxtabatskiy ko'cha azizlar. Ona Sulaymon tog' bo'lyapti. Qaranglar. Arentirimiz. Shu Sulaymon tog'dan oldindan ham kirib kelsanglar bo'laveradi. Mana yangi asfaltimiz, yangi yo'limiz bor. Monoyevdan kelsanglar ham bo'laveradi. Paxtabatskiy 46 deb kelaverasizlar. Mana do'konimiz azizlar. Mon tomondan kelaman desanglar, Cheromushkani yo'li internatsionalliklar bilan kelsanglar ham bo'laveradi azizlar. Kecha ochilgan yangi do'konimiz bugun sizlarni kutyapti.